Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimiz Marg'ilon shahrida xonadon uchun umumiy quvvati 25 kW bo'lgan quyosh elektr stansiyasini ishga qo'yib topshiryapmiz. Karkazlarimiz mana shunaqa sifatli materiallardan mustahkam qilib qilindi. Qolgan qismi tomonga joylashtiriladi. Panellarimiz qotirilyapti. Pastda montaj jarayoni bo'lyapti. Montajlarni ko'rsatib o'taman. Panellarimiz Panasonic kompaniyasiga qarashli panellar ekan, Panasonic ekan nomlari. Bu xonadon egalari uchun biz faqat bu mahsulotlarga emas, faqat xizmat ko'rsatilyapti, faqat ishga qo'yilyapti. Xonadon egalari tovarlarni o'zlari olib kelishgan ekan. Biz bularga quyosh elektr stansiyasini o'rnatib berish uchun kelishilib ishlar qilinyapti. Pastda montaj ishlarimiz bo'lyapti. Bularni ham bir qator ko'rsatib o'taman. Invertorimiz DEA 20 kW. Buni zapasniy mощности yana 6 kW bo'ladi. 26 kW o'sha. Montaj ishlarimiz bo'lyapti mana. Zashtalari bilan masjidga o'rnatilyapti. Ishlarimizni yakunladik. Panellarimiz qo'yildi mana. Akkuratni sifatli qilib panellarimiz qilindi. Oxirgi ishlar, ukladka ishlari bo'lyapti. Pastda invertorlarni ishga qo'yib qo'ydik, hozir ko'rsataman sizlarga. Ishlarimizni yakuniga yetkazdirdik. Invertorlarimizni ishga qo'yib qo'ydik mana. 190 yaqin 200 watt ishlab turibdi, lekin kech bo'ldi. Quyosh ham qolmadi, lekin bugun havo bulutli. Xo'p, barcha zashtalari qilingan, hammasi o'zini DC avtomatlari, uzib. Invertorlarimiz deya. Ishlarimiz mana shunaqa chiroyli qilib amalga oshirildi. Hurmatli kuzatuvchilar, mana shunaqa quyosh panellar bo'yicha o'zimizga murojaat qilinglar, biz sizlarga sifatli chiroyli ishlarni amalga oshirib beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.